bizni ichimizda ham urush ketyapti. Nimaga? Chunki bizning ichimizdagi parazitlar, bular gijalar, mana shu sodda jonivorlar, ular temperatura bermaydi, og'riq bermaydi. Ular sekin-asta ko'payib, tanamizda biz ularning egasimiz. Egasiga ziyon bermasdan turib, bizning ovqatimizga sherik bo'lgani uchun parazit deyiladi. Lekin bularning o'lchami millimetr ko'zga ko'rinmaydigan mikroskop ostida ko'rish mumkin bo'lgan o'lchamdan tortib to 10-15 metrgacha bo'ladi va ichimizda biz bilan birgalikda yashaydi. Unda sizda savol tug'ilishi mumkin. Unda bizda gijalar, parazitlar borligini qanday bilishimiz mumkin deyishingiz mumkin. Shunday paytda men birinchi navbatda bugungi kunda allergiya ko'payganiga ahamiyat bering. Allergiyasi bor bo'lgan odamlar albatta gijalarga, askarida, lyamblia, taksoplazma yoki bo'lmasa apis torxis kabi parazitlarga topshirib o'zini analiz qilish kerak. Lekin sizda savol tug'ilishi mumkin. Unda biz ularni qanday bilishimiz mumkin? Ya'ni tanamizda allergik holatlar bo'layotgan bo'lsa, bu ichimizda parazitlarni ko'payganda allergiyaga qarshi ishlab chiqaradigan bizni tanamizdagi antigistamin moddalarini ishlab chiqarishi kamayadi. Shuning uchun biz tashqaridan bunday muolajalar qilishimizga to'g'ri keladi. Shuningdek, teri kasalliklarida har xil dog'lar paydo bo'lishi bu ichaklardagi bizning ozuqamiz bo'ladigan makro-mikro elementlar, vitaminlarimizga parazitlar sherik bo'lgani uchun terimizda uning regeneratsiya qobiliyati ham pasayib ketadi. Yoki bo'lmasam organizmning immuniteti tushib ketadi. Bugungi kunda qaysidir surunkali kasalligingiz uzoq davom etyaptimi? Ayniqsa bolachalarda surunkali bronxit, vazomotorniy rinit, aksirishi, yo'talishi yoki bahor va kuzda bo'ladigan allergik rinitlar barchasi mana shu gija parazitlarning oqibati hisoblanadi. Shuning uchun bugun har bir parazitni qaysi organda yashashiga qarab mana shu organlarda yallig'lanish kelib chiqadi. Masalan, lyamblani ko'pchilik bilishadi. Bu sodda jonivor yoki boshqachasiga bizning ota-bobolarimiz ichak kanasi ham deyilgan. Ya'ni kana bo'lsa, ko'z oldingizga keltiryapsa, u indamay o'tirib, bizni qonimizni shimib o'tiradi. Lekin parazitlar ko'zga ko'rinmaydi, ular ichimizda bizning oziq-ovqatimizga sherik. Yoki bo'lmasa, o't qopi yo'liga tiqin paydo qilib, safroni chiqishiga xalaqit beradi. Shunday paytda o't qopida dimlanish yuzaga keladi. Mana shunday ultratovush to'lqinlari yordamida o't qopini ko'pchilik ko'rsatgan bo'lsangiz, o't qopingiz dimlangan ekan deyshadi. Ana shu paytda siz parazitga, gijaga, ayniqsa lyambliyaga tekshirib ko'ring. Mana shunday parazitlarning yana bir turi ko'zga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, taksoplazma. Taksoplazmaning ko'z tubida joylashib olishi hattoki uni ko'r holatiga olib keladi. Yoki bo'lmasa miya qobig'ida joylashadigan bo'lsa, ishemik insultgacha olib keladi. Shuning uchun bunday kasalliklarni oldini olish uchun yaxshisi profilaktika qilib, bolalarda har 3 oyda, kattalarda har 6 oyda gijadan tabiiy mahsulotlar yordamida tozalanib turishni tavsiya etgan bo'lardim. Avvalambor mahsulot tavsiya etishdan oldin mahsulotning ishlab chiqarishning sifatiga qarayman. Uning uchun uning sertifikatlari haqiqatan yuqori talablarga javob beradiganmikan, shuni o'rganib